Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensiya masalasida juda muhim mavzuni ochiq va sodda tilda tushuntirib beraman. 2026 yilga borib pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlar, yangi tartiblar. Hujjat talablarining kuchayishi, staj va ish haqi hisob-kitobidagi nozik jihatlar har bir oilaga ta'sir qilishi mumkin. Bu faqat hozir pensiya olayotgan pensionerlarga emas, balki yaqin 1-2 yil ichida pensiyaga chiqadiganlarga, xorijda ishlaganlarga, norasmiy ishlaganlarga, dehqonchilik yoki yakka tartibdagi faoliyat bilan shug'ullanganlarga ham tegishli. Men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun gapiryapman. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat yetishmasa, bitta yil staj tasdiqlanmasa yoki ish haqi ma'lumoti topilmasa, odam oyma-oy kamroq pensiya olishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avval pensiya tayinlash jarayoni ko'proq qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi, ish joyida ma'lumotnoma, arxivdan olingan tasdiqlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar asosiy rol o'ynardi. Odam 25-30 yil oldin qayerda ishlagan bo'lsa, o'sha korxona yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Arxivga topshirilgan hujjatlar to'liq bo'lmasligi mumkin. Mehnat daftarchasida muhr xiralashgan, sana noto'g'ri yozilgan yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Natijada fuqaro men ishlaganman deb turadi, lekin tizim tasdiq kerak deydi. Endi esa bosqichma-bosqich elektron tizimning roli kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Pensiya jamg'armasi, soliq organlari bandlik tizimi, My.Gov, yagona mehnat milliy tizimi kabi bazalardagi ma'lumotlar tobora ko'proq ahamiyat kasb etadi. Ya'ni fuqaroning staji, daromadi, ish beruvchi tomonidan to'langan badallar va rasmiy ish davrlari elektron iz orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomon bilan tezlik va shaffoflik beradi. Lekin xavfli tomoni shuki, agar sizning eski davrdagi ma'lumotingiz bazaga kirmagan bo'lsa, pensiya hisobida muammo paydo bo'lishi mumkin. 2026 yil atrofida xalqni larzaga solayotgan gaplarning asosida ham mana shu masala turibdi. Odamlar pensiya yoshi oshadimi? Staj talabi kuchayadimi? Ishlamagan yillar hisobga olinmaydimi? Xorijdagi mehnatim yo'qqa chiqadimi? Pensioner bo'lsam ham qayta hisob-kitob bo'ladimi? Deb xavotirga tushmoqda. Men buni shunday tushuntiraman. Eng katta xavf bir kunda hammaning pensiyasi keskin o'zgarib ketishida emas, balki hujjatlari tartibsiz bo'lgan odamlar o'z haqqini to'liq isbotlay olmay qolishidadir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim kamroq xavotir oladi? Birinchi navbatda pensiya 3 ta asosiy omilga bog'liq. Yosh, ish staji va hisobga olinadigan ish haqi. Agar odam kerakli yoshga yetgan bo'lsa, lekin staji kam bo'lsa, pensiya miqdori pasayishi yoki ayrim holatlarda faqat ijtimoiy turdagi to'lovlarga umid qilishiga to'g'ri kelishi mumkin. Agar staji bor, lekin ish haqi ma'lumotlari yo'q bo'lsa, pensiya hisobida eng foydali davr to'g'ri olinmasligi mumkin. Agar ham staj ham ish haqi tasdiqlangan bo'lsa, fuqaro o'ziga tegishli miqdorni ancha ishonchli talab qila oladi. Keling, oddiy misol qilaman. Farida opa 2026 yilda pensiyaga chiqmoqchi. U 1992 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 2006 yildan 2015 yilgacha bozorda savdo qilgan. 2019 yildan esa maktabda farrosh bo'lib rasmiy ishlagan. Farida opaning muammosi shundaki, tikuv fabrikasi yopilgan, mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlarda muhr aniq ko'rinmaydi. Bozordagi savdosi esa agar patent, soliq to'lovi yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, to'liq stajga kirmasligi mumkin. Mana shunday vaziyatda Farida opa, men 30 yil mehnat qildim deydi. Lekin pensiya hisobida faqat 13-15 yil aniq chiqib qolishi ehtimoli bor. Bu esa o'yiga sezilarli farq beradi. Ikkinchi misol. Rustam aka 20 yil Rossiyada qurilishda ishlagan. U har oy pul yuborgan, oilasini boqqan. Lekin ishining katta qismi norasmiy bo'lgan. Agar u ishlagan, davrlar bo'yicha rasmiy shartnoma, sug'urta to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotnomasi yoki davlatlararo kelishuv asosida tan olinadigan hujjatlarga ega bo'lmasa, bu davrni pensiya staji sifatida tasdiqlash qiyinlashadi. Xorijda ishlaganlarning eng katta xatosi shuki, ular pasportimda kirib chiqish muhri bor-ku deb o'ylaydi. Kirib chiqish muhri mehnat stajini emas, faqat chegaradan o'tganingizni ko'rsatadi. Staj uchun mehnat qilganingiz va tegishli to'lovlar yoki rasmiy bandlik tasdiqlanishi kerak. Uchinchi misol. Dilbar opa 1935 yildan 2024 yilgacha bir necha tashkilotda ishlagan. Hammasi rasmiy.
Uning mehnat daftarchasi tartibli, oxirgi yillar elektron mehnat tizimida ko'rinadi. Ish beruvchilar soliq hisobotlarini topshirgan. Bunday odam kamroq xavotir oladi. Lekin baribir men bunday fuqarolarga ham tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki elektron bazada familiya xato yozilgan, tug'ilgan, sana noto'g'ri kiritilgan, ishga kirgan yoki chiqqan sana bir kun farq qilgan holatlar uchraydi. Bir kunlik xato ham ba'zan hujjatni qayta ko'rishga sabab bo'ladi. Kimlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan 2026 yilgacha yoki 2026 yilda pensiyaga chiqadiganlar. Ikkinchidan Sovet davri oxiri va 1990 yillarda ishlaganlar. Chunki o'sha davrdagi korxonalar qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan yoki tugatilgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan mehnat daftarchasini yo'qotganlar. To'rtinchidan norasmiy ishlaganlar. Beshinchidan ko'p yil uyda bola tarbiyasi. Parvarish oilaviy sabablar bilan band bo'lganlar. Oltinchidan harbiy xizmat, o'qish, dekret, nogiron farzand yoki qari ota-onani parvarish qilish kabi davrlarni stajga kiritishni istaydiganlar. Endi kimlar xavotir olmasin degan savolga ham javob beraman. Agar sizning rasmiy ish stajingiz yetarli bo'lsa, ish beruvchingiz badallarni o'z vaqtida to'lagan bo'lsa, elektron tizimda ish davrlaringiz ko'rinib tursa, pasport ma'lumotlaringiz STIR, JSHSHIR, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bir-biriga mos bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin umuman tekshirmayman deyish xato. Pensiya bu bir martalik masala emas. Pensiya miqdori yillar davomida oladigan daromadingizga ta'sir qiladi. Oyiga 200 ming so'm kam chiqsa, bir yilda 1 million 200 ming so'm, 1 yilda 22 million so'm farq qiladi. Shuning uchun oldindan tekshirish o'zingizga foyda. Eng katta tuzoq mehnat daftarchasi borligi hamma narsani hal qiladi deb o'ylash. Yo'q, mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi yozuvlar qonuniy va tasdiqlanadigan bo'lishi kerak. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki korxona nomi qisqartma bilan yozilgan, muhrda boshqa nom turibdi, yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar korxona ishlayotgan bo'lsa, ma'lumotnoma olish osonroq. Agar tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat ish haqi ma'lumotlari. Pensiya faqat necha yil ishladingiz degan savol bilan cheklanmaydi. Qaysi davrdagi maoshingiz hisobga olinadi? O'sha davrda daromadingiz qanday bo'lgan? Hujjat bilan tasdiqlanganmi? Bular ham muhim. Masalan, ikki kishi bir xil 25 yil stajga ega bo'lishi mumkin. Lekin birining rasmiy ish haqi yuqori, ikkinchisiniki past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdorida farq bo'ladi. Ayrim fuqarolar hayotida konvertda oylik olgan. Ya'ni rasmiy maosh 1 million, aslida qo'lga 3 million olgan. Pensiya hisobida esa asosan rasmiy ko'rsatilgan daromad ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun norasmiy daromad bugun qulay ko'ringani bilan ertaga pensiyada zarar keltiradi. Uchinchi tuzoq yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari va o'zini o'zi band qilganlar uchun. Ko'pchilik men bozorda 25 yil ishladim yoki men ustachilik qildim deydi. Lekin savol, bu faoliyat rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Tegishli soliq yoki ijtimoiy to'lovlar qilinganmi? Davrlar tizimda ko'rinadimi? Agar ko'rinmasa, stajni tan oldirish qiyin bo'ladi. Bugun o'zini o'zi band qilish tizimi bor. Ayrim faoliyat turlarini rasmiylashtirish osonlashgan. Lekin odam buni qilmasa, yillar o'tib nega hisobga olinmadi deb ranjiydi. To'rtinchi nozik jihat ayollar uchun bola parvarishi davrlari. Ko'p onalar 2-3 farzand bilan uzoq muddat uyda bo'lgan. Qonunchilikda ayrim bola parvarishi davrlari stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Lekin buni avtomatik tarzda hamma yilga va hamma vaziyatga qo'shib yuborishadi deb o'ylamang. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar. Ish joyidagi dekretga oid buyruqlar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayol kishi turmushga chiqish familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, eski diplom, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi boshqa familiyada bo'lishi mumkin. Buni oldindan tartibga keltirish kerak. 5-tuzoq pensiyada bo'lsa ham ishlayotgan fuqarolar. Ayrim pensionerlar men pensiyadaman, endi menga o'zgarish ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob, qo'shimcha staj, qo'shimcha daromad masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik va har doim maksimal foyda beradi degani emas. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirganmi? Maoshingiz ko'rsatilganmi? To'lovlar qilinganmi? Buni tekshirish zarur. Aks holda ishlagandek bo'lasiz, lekin pensiya hisobida izi sust bo'ladi. 6-masala
pensiya yoshi haqida tarqalayotgan gaplar. Men bu yerda juda mas'uliyat bilan aytaman. Har qanday pensiya yoshi o'zgarishi, staj talabi, hisoblash formulasi yoki yangi cheklov bo'yicha faqat rasmiy manbalarga ishonish kerak. İnternetda ertadan hamma 65 yoshda pensiyaga chiqadi. Ayollarga pensiya berilmaydi, staj yo'qlar butunlay to'lovsiz qoladi kabi vahimali gaplar tez tarqaladi. Lekin bunday xabarlarni ko'rganingizda darhol hukumat qarori, qonun, pensiya jamg'armasi, Adliya vazirligi yoki rasmiy portalda tasdig'i bormi, shuni tekshiring. Men ekspert sifatida doim shuni maslahat beraman. Mish-mish bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Endi eng muhim qismga keldik. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, barcha mehnat hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, yasha, she'r ma'lumoti, stir diplomilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan olingan ma'lumotnomalar, eski buyruq nusxalari, arxiv hujjatlari, bularning hammasini bitta papkaga soling. Hujjatlar eskirgan, yirtilgan yoki yozuv xiralashgan bo'lsa, skaner qilib elektron nusxasini saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Gov.uz orqali shaxsiy ma'lumotlaringiz, mehnat faoliyatingiz, soliq va bandlikka oid izlar ko'rinishini tekshirishga harakat qiling. Agar mustaqil qila olmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan, mahalladagi yosh mutaxassisdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Men telefonni tushunmayman deb chetda qolmang. Bugungi pensiya tayyorgarligi faqat qog'oz emas, elektron tizimni ham o'z ichiga oladi. Uchinchi qadam, ish joylaringiz ro'yxatini yozib chiqing. Oddiy daftar oling va ustun qilib yozing. Qaysi yilda qayerda ishladim? Lavozimim nima edi? Ishga kirgan va chiqqan sanam, korxona hozir bormi yoki yopilganmi? Bosh ma'lumotim bormi? Masalan, 1994 paxtakor tikuv sexi, 1994-2000 tuman shifoxonasi, 2002-2008 maktab oshxonasi, 2009-2020 yakka tartibdagi tadbirkor. Shu ro'yxat sizga qaysi davr xavfli ekanini ko'rsatadi. 4-qadam, arxivga oldindan murojaat qiling. Ko'p odam pensiyaga chiqishiga 1 oy qolganda yuguradi. Bu katta xato. Arxiv ma'lumotnomasi ba'zan tez chiqadi, ba'zan esa izlash kerak bo'ladi. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman yoki viloyat arxiviga, sobiq korxonaning huquqiy vorisiga, hokimlikdagi tegishli bo'limlarga murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Arizangizda aniq yozing. Menga falon yillarda falon korxonada ishlaganim va oylik ish haqim to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi kerak. Faqat menga spravka bering deb yozsangiz, javob cho'zilishi mumkin. 5-qadam, hozir ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiyligingizni tekshiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomangiz bor yo'qligini, elektron tizimga kiritilmaganini, oyligingiz rasmiy ko'rsatilayotganini so'rang. Ba'zan odam men maktabda, firmada, sexda ishlayapman deydi. Lekin hujjatda umuman boshqa lavozim yoki yarim stavka turadi. Bu kelajakdagi pensiyaga ta'sir qiladi. Agar sizga hujjat shart emas, oylikni qo'lga olaverasiz deyishsa, bilingki, bugun tinch, ertaga zarar. 6-qadam, xorijda ishlaganlar alohida papka qilsin. Ish shartnomasi, patent, ruxsatnoma, sug'urta raqami, ish beruvchi ma'lumotnomasi, to'lov hujjatlari. Bank orqali oylik tushganini ko'rsatuvchi ma'lumotlar imkon qadar saqlansin. Agar xorijiy hujjat bo'lsa, kerak bo'lganda tarjima va notarial tasdiq talab qilinishi mumkin. Davlatlararo kelishuvlar bo'yicha qaysi davrlar tan olinishi masalasini pensiya jamg'armasidan yoki rasmiy maslahatchidan aniqlang. Hech qachon chegaradan kirib chiqqanim yetadi deb o'ylamang. 7-qadam, familiya, ism, tug'ilgan sana va hujjatlardagi xatolarni tuzating. Masalan, pasportda muhabbat, mehnat daftarchasida muhabbat, arxivda muhabbat bo'lsa, bu mayda narsa tuyuladi, lekin hujjatlarni bog'lashda savol tug'diradi. Tug'ilgan sana bir joyda 1966 yil, boshqa joyda 1967 yil bo'lsa, yanada jiddiy. Bunday holatlarda FADEO, sud yoki tegishli idoralar orqali aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Buni pensiyaga chiqish kunida emas, oldin bajaring. 8-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga maslahat uchun boring. Faqat pensiya yosh kelganda emas, 6 oy yoki 1 yil oldin borib, hujjatlaringizni ko'rsating. Menda mana shunday ish davrlari bor. Qaysi biri tasdiqlanishi kerak? Qaysi ma'lumotnoma yetishmaydi deb so'rang. Mas'ul xodim sizga yo'nalish beradi. Agar og'zaki javob sizni qoniqtirmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, sizga rasmiy javob berilishi kerak bo'ladi. 9-qadam,
Pensiya tayinlangandan keyin ham hisob kitobni tekshiring. Ko'p odam pensiya chiqqanidan keyin bo'ldi, shuncha ekan deb qo'yadi. Aslida siz pensiya miqdori qanday hisoblanganini, qaysi stajlar inobatga olinganini, qaysi ish haqi davri tanlanganini so'rashga haqlisiz. Agar biror davr kiritilmagan bo'lsa, sababini biling. Hujjat topshirib qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. O'z haqingizni talab qilish uyat emasda, bu qonuniy huquq. Yana bir muhim maslahat, har bir hujjatning nusxasini o'zingizda qoldiring. Asl hujjatni topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi tilxat yoki ro'yxat oling. Telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali. Bugun bitta qog'oz oddiy ko'rinadi, lekin ertaga oyma-oy pensiya farqini hal qilishi mumkin. Azizlar, 2026 yilgi pensiya islohoti atrofidagi eng katta xulosa shuki, tayyor odam yutqazmaydi, hujjatsiz odam qiynaladi. Pensiya tizimi qanchalik elektronlashsa, tartib kuchaysa va hisob kitob aniqroq bo'lsa, fuqarodan ham shunchalik puxta tayyorgarlik talab qilinadi. Men sizga bugun vahma emas, aniq yo'l xaritasi berdim. Hujjatlarni yig'ing, elektron ma'lumotni tekshiring, arxivga murojaat qiling, ish joylaringizni ro'yxatlang, xatolarni tuzating. Pensiya jamg'armasidan oldindan maslahat oling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bu ma'lumot sizga ham kerak. Agar ota-onangiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, ularga albatta yordam bering. Agar o'zingiz hali yosh bo'lsangiz ham, rasmiy ishlash va hujjatlarni tartibli saqlash kelajakdagi pensiyangizning poydevori ekanini unutmang. Sizda pensiya bo'yicha qanday muammo bor? Stajingiz yetmayaptimi? Arxivdan hujjat topolmayapsizmi? Xorijda ishlagan yillaringizni qanday tasdiqlashni bilmayapsizmi? Kommentariyada yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Pensiya masalasida bir kun kechikish ham katta farq qilishi mumkin. Shuning uchun bugunoq tayyorgarlikni boshlang.